Yengini zo'ri keldi aka yana. Nimasi zo'r, aka? Oddiy samakilar ekan-ku. Oddiy samakilik emas bu aka. Qanaqa qani ko'rsinchi. Bu sifati zo'r aka mana bemalol ustidan yurib hech narsa qilmaydi. Faqat devor uchun aka bu. Ya ishonmadim aka. Olib beryapman uni menga. Xo'p, mana shumi? Ko'ringchi. Qiz aka nima qildingiz shuni hozir ayting? Vlajin olib bering shunda. Ay, biling. Qani artingchi? Ketmasa qarang lekin aka, men sharmanda qilasiz. Kamera yaqin olib kelasiz. Oddiy vlajda ketyapti mana aka. Voy, biling. Gap bo'lishi mumkin. Bu ishi zo'n narsa ekan-ku. 3 metrga 1 metrligi bu. Voy, bittada ketyapti. Yana. Qani? Bunisi nima? Temir. Temirli. Gap yo'q lekin psixolog qilmayapti bu. Oddiy samakiligidan ancha zo'r aka bu. Qatliga ishlatiladi. Xonani ichki qismiga любой joyga ishlataverasizlar buni. Oshxona deysizmi, kirish joylari deysizmi, hamma farqi yo'q. Hojatxonaga ketaveradi bular. Xo'p, assortimentlari? Assortimentlar mana. Mana shu, 1 metrligi bor. Buni kichkinasi ham bor, 60 ga 280 bilan razmerlari. Ular ham xuddi shu. Xuddi shu bilan. Sifati bir xil. Razmerda farqi bor xolos. Narxi-chi? Narxini kommentariyada plyus belgisini qoldirasizlar, aytib o'tamiz narxini. Bosib o'ramiz.